O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi hamda O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy Kengash ijroiya qo'mitasi tashabbusi bilan Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining Farg'ona viloyat filiali hamda Toshkent shahridagi talaba yoshlar ishtirokida mazmunli tadbir tashkil etildi. Yashil kelajak yoshlar qo'lida mavzusida o'tkazilgan mazkur tadbir yoshlarni ekologik madaniyatga keng jalb etish, ularning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, atrof muhit muhofazasi borasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilishga qaratildi. Tadbirning birinchi qismida O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy Kengash ijroiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Bahriddin Hofizov yoshlarning ekologik barqaror rivojlanishdagi o'rni haqida alohida ta'kidladi. Shundan so'ng partiya tizimida yoshlar bilan olib borilayotgan ishlar, hududlardagi yoshlar o'rtasida mavjud ekologik muammolar hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan takliflar xususida O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy Kengash ijroiya qo'mitasi yoshlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Mohunurxon Ergash tomonidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Yoshlar o'z fikr mulohazalari va takliflari bilan faol ishtirok etdilar. Tadbir davomida ishtirokchilar partiya faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Partiya binosiga uyushtirilgan sayohat ularda katta taassurot qoldirdi. Tadbirning ikkinchi qismida esa yoshlar uchun alohida ahamiyat kasb etgan uchrashuv Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi faoliyati bilan tanishuv bo'ldi. Fraksiyaning qonun ijodkorligi yo'nalishidagi faoliyati to'g'risida yoshlarga ma'lumotlar berilib, o'tgan yilda fraksiya a'zolari tashabbusi bilan Qonunchilik palatasiga 6 ta qonun loyihasi kiritilganligi qayd etildi. Shuningdek, yoshlar qonunchilikka yangi takliflar berishda faol bo'lishga chorlandi. Uchrashuv yakunida talabalar uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi binosida ham sayohat uyushtirildi. Mazkur tadbir yoshlarning ekologik ongini yuksaltirish, ularning mamlakat qonun ijodkorligi jarayonlariga yaqinlashtirish va yashil kelajakni barpo etishdagi mas'uliyatini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.